Quyidagi testlar tahlilini ko'rib o'tamiz. Birinchi savolda quyidagi tengliklar berilgan, shulardan nechtasi to'g'riligini aniqlashimiz so'ralyapti. Demak, bu yerda jami bo'lib 5 ta oddiy kasrni cheksiz davriyonli kasrlarga o'tkazdirish masalalari berilyapti. Birinchi savolni tahlil qiladigan bo'lsak, 7 taqsim 9 bu 0,7 bo'lishligi to'g'ri, chunki 0,7 oddiy kasrga aylantirilganda qavs ostidagi davrda qatnashuvchi son suratga, maxrajda esa shu sonlarning miqdoricha 9 qo'yilar edi. 7 taqsim 9 chiqqan javobi. Keyingi ikkinchi masalada 111 taqsim 9 berilgan. 111 taqsim 9 ni butun qismini ajratadigan bo'lsak, buning ichida 12 ta bor. 111 ichida 9 talidan, demak 12,9 dan 12 va 9 sonlar ko'paytmasi 108 chiqadi. Qoldi 3 chiqyapti. Mana suratga kiritdik. 12,9 dan 3 soni bu 12 butun davrda 3 ni beradi. Ikkinchi tasdiq ham bu yerda to'g'ri. 49 taqsim 99 soni ham birinchi tasdiqda ko'rsatilgan tartibda ishlansa, 49 taqsim davr ostida qatnashayotgan sonlar miqdori 2 taligi uchun 2 ta 9 qo'yilsa, bu ham mos keladi. Uchinchi tasdiq ham to'g'ri. To'rtinchisini aniqlaymiz. 64 taqsim 90 sonini 0,7 davrda 1 deb beryapti. Endi shu 0,7 davrda 1 ni oddiy kasrga aylantirish ko'rinishini oladigan bo'lsak, 71 ayru 7 taqsim 90 ko'rinishda aniqlanar edi. 71 dan 7 ketsa 64 taqsim 90 chiqyapti. Demak, bu yerda ham to'g'ri berilgan. Keyingi 5-chisida 16 taqsim 9. Uni davriy kasrga aylantiradigan bo'lsak, 16-chida 9 talidan bitta 1,9 dan 7 chiqyapti. Aylantirilsa 1 davr 7 ni bu ham beradi. Demak, 5-chi tasdiq ham to'g'ri berilgan. Berilganlarning hammasi to'g'ri, demak C javob olinadi. Ikkinchi savolda A, B, C, D natural sonlar. A ko'paygan B ni javobi 5 ga teng. B, C ni javobi 10 ga teng. A ko'paygan D ni qiymati esa 4 ga teng chiqyapti. Shunda C plus D yig'indining qiymatini topishimiz so'ralgan. Ikkala sonda ham hozir B soni qatnashgan. Birinchi ikkitalik ko'paytmamizda, agar mana shu yerda B sonini biz ko'paytmalarning natijalari 5 va 10 deb berilgan, 5 deb oladigan bo'lsak, B sonini. Unda A ni qiymati 1 chiqadi, C ni qiymati 2 chiqadi. C ni o'rniga demak 2 qo'yilganda B ni qiymati 5, ikkinchi tenglikni ham mana haqiqatan oqlaydi. Endi uchinchi tenglikka qo'yamiz. A ni o'rniga 1 ni. A teng 1 da, bu yerda D ni qiymati demak 4 bo'lishi kerak. C qo'shuv D so'ralgan. 2 ga qo'shamiz D ni qiymati 4 ni. Demak 6 ga teng bo'ladi javobimiz. Uchinchi savol, kasrning qiymatini topishimiz so'ralyapti. Birinchi qavs qiymati hisoblanadi. Maxraj 4. Demak 4 dan beramiz. 12 dan 1 ketsa 11 taqsim 4 chiqyapti. Uni bo'lamiz. Ikkinchi kasr 6 ga 3 dan 1 qo'shilsa 6,3 dan 1 hosil bo'ladi. Aylantiradigan bo'lsak noto'g'ri kasrga 19 taqsim 3 chiqar ekan. 11 taqsim 4 ni ko'paytmasi olinadi. 3 taqsim 19 ga. Demak, qisqaradigan sonlar yo'qligi uchun ko'paytiramiz. 11 kira 3 33, 4 kira 19 76. 33 taqsim 76 A javob olinadi. To'rtinchi masala. Kasrning qiymatini topish so'ralgan bu yerda ham. Birinchi katta qavs ostidagi 1 minus 1 taqsim 4 ni qiymati topiladi. 1 ni o'rniga 4 taqsim 4 minus 1 taqsim 4 shaklida yozadigan bo'lsak, ayirmamizning qiymati 3 taqsim 4 chiqyapti. Endi ikkinchi ish 24 ni bo'lamiz 3 taqsim 4 ga. Ko'paytirilganga aylantiriladi. 4 tepaga 3 pastga tushadi. 3 ga qisqarib ketsa 8. Ko'paytmamizning qiymati 32. Keyingi uchinchi ishda 32 bo'linadi 20 ga, ya'ni 32 taqsim 20 ko'rinishda yozib oladigan bo'lsak, ikkala son ham endi 4 ga qisqaradi. 8 taqsim 5 soni hosil bo'lar ekan. Bu yerda ham A javob. Keyingi 5-chi masala 66 ni kasrga bo'lishimiz so'ralyapti. Avval shu kasr qiymati topiladi. 1 taqsim 3 qo'shuv 1 taqsim 15 ayru 1 taqsim 30. Umumiy maxraj 30. 10 tadan, 2 tadan, 1 tadan. Shunda 10 qo'shuv 2 ayru 1 11 taqsim 30 hosil bo'lyapti. Ikkinchi ishda 66 bo'linadi 11 taqsim 30 ga. Ko'payganga aylantirilganda 30 taqsim 11 shaklida yoziladi, ya'ni teskarisiga aylantiriladi. 11 ga qisqarib ketsa 66 bilan 6 tadan ko'paytmamizning qiymati shunda 180 ga teng chiqar ekan. D javob chiqadi bu yerda. 6-chi masala, ya'ni kasrning qiymatini topishga oid masala berilyapti. Shunda birinchi ish bu yerda mana shu yerda turgan 3 ni minus 1-dan boshlab 27 ni minus 1-gacha bo'lgan kasrning qiymatlarini hisoblab olish. Birinchi ish demak, 3 ni minus 1-darajasi A darajasi minus 1 sonini 1 taqsim A tartibdagi yozuviga ko'ra
1 taqsim 3 ga aylanadi. Unga qo'shamiz 1 taqsim 9 ni va keyin 1 taqsim 27 ni. Umumiy makhraj 27 bo'ladigan bo'lsa, 9 tadan, 3 tadan, bittadan yig'indimizning qiymati 13 chiqadi. Endi ikkinchi ishda shu 13 taqsim 27 sonini minus 1-darajaga ko'tarish so'ralyapti. Teskari solinadi 27 taqsim 13 chiqar ekan. Uchinchi ish ularni ko'paytmas, ya'ni 27 taqsim 13 ni ko'paytiramiz. Undan keyingi son 13 taqsim 81 ga. 13 lar qisqarib ketadi. 27 ga 81 bilan qisqartiradigan bo'lsak, 1 taqsim 3 qolyapti. Va oxirida shu 1 taqsim 3 soni kubga ko'tarilgan. Uni kubi 1 taqsim 27 ga teng bo'lyapti. C javob chiqadi bu yerda. Keyingi 7-savol kasrlarni o'sib borish tartibida yozishimiz so'ralgan. Demak, A soni 3 taqsim 5, B 5 taqsim 8 va C 7 taqsim 12. Birinchi bu yerda umumiy makhrajga keltirib olamiz. Hamma sonlarni 5, 8, 12 ga umumiy makhraj tanlanadi. 8 bilan 12 ning umumiy makhraji bu 24 bo'ladi. Endi 5 va 24 ga tanlab olishimiz kerak. Ular o'zaro to'p sonlar bo'lganligi uchun ko'paytmasi 120 chiqadi. 120 ko'rinishga olib kelishimiz uchun C kasr 10 ga ko'paytiriladi. 70 taqsim 120. Ikkinchi B kasr 15 ga ko'paytiriladi. Bu yerda 75 taqsim 120 chiqadi. Va oxirgisi 24 ga ko'paytirilsa 72 taqsim 120 hosil bo'lar ekan. Eng katta kasr bu yerda surat eng katta bo'lgan B, keyingisi A va eng kichigi C. Shunda mana berilgan sonlar o'sish tartibida yozilgan holatga keldi. C, A, B olinadi. 8-savol hisoblashga oid masala ekan bu yerda. Ifodaning qiymatini toping deyilgan. -2 ni kubga ko'taramiz. Javob -8 chiqadi. Ayiramiz. -5 ni kvadratga oshiradigan bo'lsak, bu yerda 25 chiqadi javobi. Ayrilgan -1 da 7-darajasi -1 bo'lganligi uchun mana buni ajratib yozamiz. Shunda -8 -25 plus 1 hosil bo'lar ekan. -8 ga -25 -33, unga 1 ni qo'shamiz. Shunda -32 bo'lyapti bu yerda. B javob. 9-masala. Bu ham ifodaning qiymatini topishga oid savol. Birinchi 100-darajasi olinadi 1. Undan ayiramiz -1 4-darajasi 1. Qo'shamiz 3 kvadrati 9 ni va unga qo'shamiz -1 ni 7-darajasi -1lardan 7 martalab ko'paytirganimizda bu yerda 6 tasi 1 ni berganligi uchun 7-sidagi -1 bilan ko'paytmaning javobi -1 chiqar ekan. 1 dan 1 ketsa boshida demak 0 bo'ladi. Endi qavs ochish qoidasiga ko'ra 9 plus bilan minus beradi. 9 minus 1. 8 chiqadi javobimiz shunda. A javob. 10-savol. 180 sonining bu yerda 3 ta tasdig'i berilyapti bu son haqida. Shulardan to'g'rilarini ajratib berishimiz so'ralgan. Demak, 180 sonni tub ko'paytiruvchilari 3 ta. Birinchi tasdig'ida ajratamiz buning uchun 180 sonini. 18 kere 10. 18 o'rniga 2 ko'paytirilgan 9. 9 ni 3 ga o'chirib yozishimiz mumkin. 10 o'rniga 2 kere 5. Shunda 180 soni 2 ni kvadrat ko'paytirilgan, 3 ni kvadrat ko'paytirilgan 5 ko'rinishga keldi. Uni tub ko'paytiruvchilari soni 3 ta deyilgan. Mana bu yerda tub ko'paytiruvchilari ajratib ko'rsatilyapti. 2, 3, 5. Haqiqatan ham birinchi tasdiq to'g'ri berilyapti. Ikkinchi tasdiq. Musbat butun bo'luvchilari soni 18 ta. Musbat butun bo'luvchilari bu natural bo'luvchilari deyilyapti bu yerda. Demak, ishlab ko'ramiz. Natural bo'luvchilar sonini 180 uchun. Ma'lumki bu misol bu yerda berilgan sonni kanonik ko'rinishga keltirilgandan keyin uning darajalariga 1 qo'shish yordamida ishlanar edi. Ya'ni 2 plus 1, mana bu yerdagi 2 ga 1 ni qo'shyapmiz. Qo'shuv, ko'paytiruv yana 2 plus 1. Ko'paytiruv 5 darajasida 1 bor, 1 plus 1. Hisoblaydigan bo'lsak 3 kere 3 kere 2 ko'paytmaning qiymati 18 ga teng chiqadi. Demak, ikkinchi tasdiq ham to'g'ri. Uchinchisida butun bo'luvchilari soni 36 ta. Butun bo'luvchilari bu natural bo'luvchilardan 2 marta ko'p. 2 ni ko'paytiriladi 18 ga, qiymat 36 ga teng bo'lyapti. Demak, haqiqatan bu tasdiq ham bu yerda to'g'ri berilyapti. 1, 2, 3 hamma javoblar olinadi. 11-savol hisoblashga oid masala. 21 ni 7 ga bo'lganimizda 3 hosil bo'ladi. 3 qo'shuv 4 taqsim 6 minus 1 o'rta plusga aylanganligi uchun 6 plus 1. 44 ni 4 ga bo'lganimizda 11 taqsim
Plus bilan minus bu yerda minusni beradi. 15 minus 4. Bu yerda 11 bo'lar ekan. Demak, 7 taqsim 7 qo'shib 11 taqsim 11. Har bir nisbat javoblari 1 dan chiqadi. Shunda yig'indimiz 2 ga teng. B javob olinadi.